bir termin bor. Distant aunt, ya'ni uzoqdagi amma yoki xola. Xo'p, ular qanday bo'ladi? Ular uzoqda turishadi, juda kam kelishadi, lekin har safar kelganda sovg'alarga to'lib kelishadi. Xuddi shunday ammalardan biri, menda ham jiyanlarim bor. Har safar uyga borganimda ularga qanaqadir ajoyib sovg'alar olib borishim kerak. Va yangi yil ham kelib qoldi. Endi esa yangi yilga sovg'alar yig'amiz. Men eng kichkina jiyanimdan boshladim. Bilasiz, yaqinda jiyanli bo'ldim va unga men o'zimdan narsalar zakaz qildim. To'g'risi sovg'a talash qiyin bo'ldi, chunki yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'yinchoq olib bersa, o'yinchoqni tushunmaydi. Yana biror bir produktni berib bo'lmaydi. Xullas, men nimada topdim. Mana mening mini naborcham. Keling bu haqida ma'lumot berib o'taman. Bu 50 mg dan bo'lgan, ya'ni idishlarda 50 mg dan bo'lgan rastvorlar. Buni har birini 250 mg suvga solinadi. O'zi maxsus shampun idishlari bor, shunda tayyorlasa bo'ladi. Xo'p, mahsulotimiz tayyor bo'ladi. Bunda shampuni, penkasi, yuvinish uchun penka ichida mavjud va yuvinish uchun tayyor mahsulotlar to'plami. Va menga juda ham yoqib qoldi. Aynan kichkina, qulay va yosh bola uchun juda ham kerakli. Ular hozir shokolad haqida yoki qanaqadir sovg'a haqida tushunmaydi, lekin bu narsa juda ham qadrlanadi. Bu men tomonimdan beriladigan, ya'ni har doimgi aytganimdek, neopishiy sovg'a. Mahsulot artikulini kommentda yozib qoldiraman. Siz ham albatta topishingiz mumkin. Aytgancha, ammajonlar, siz yangi yilga jiyanlaringizga nima sovg'a oldingiz?